Bu hayot eslatib qo'yarkan-da senga. Yaxshi odam bo'lsang, yaxshi odamlarni to'g'rilab qo'yadi senga. Yomon odam bo'lsang, yomon odamlarni to'g'rilab qo'yadi. Keyin o'tirasan, nimaga meni boshimda mana shunaqa narsalar bo'lyapti? Nimaga problemaga kirib ketdimman? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga unaqa bo'lyapti? Chunki qaysidir joyda sen xato qilgansanki, o'sha narsa o'zingga qaytyapti-da. Hozir aytishadi-yu, 40 kunda emas, 40 sekundda qaytyapti deyishadi. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa. O'shaning uchun yaxshiga yaxshi bo'laverish kerak. Yomonga ham yaxshi bo'laverish kerak. Hayot o'zi to'g'rilab qo'yadi. Tosh taroziga qo'yadi. Odamlar yaxshi bo'lsa, yomon bo'lsa, xarakteringni, misol uchun, u menga yomonlik qildi, men unga yomonlik qilaman deb ichingdan jajda bilan yurib, har xil rejalar planlar qilib, hali shoshmay turib, yig'ib bir kun portlash kerak yo'q-da. Vaqt soat keladi. Yoki dard bilan sinalasan. Yoki qanaqadir bir muammoga kirib qolasan. Ana o'shanda o'tirib o'ylaysan, men nima qildim ekan? Qaysi joyda men xato qildim ekan? O'ylab oxiri keyin eslaysan-da, qilgan xatoyingni o'ylashdan. Keyin afsuslanasan, bu o'tgan ishlaring tarixda qolib ketgan endi. O'sha payt oxiri mana yig'ilib oxiri bir portladi. Sen o'zingcha o'ylagansan-da, bo'ldi, yutdim. Misol uchun hayotingda kimnidir urib qo'ygan bo'lsang, kimdandir misol uchun qarz bo'lgan bo'lsang, kimnidir qanaqadir dilini og'ritgan bo'lsang, xullas kimnidir xafa qilgan bo'lsang, vaqt soati keldiki, mana endi assalomu alaykum, qalaysan deb boshingni tupikka tiqib qo'yadi, o'sha tupikdan chiqa olmasdan o'tirasan. O'shaning uchun yaxshi odam bo'ladimi, yomon odam bo'ladimi, yaxshilik qilish kerak, chiroyli muomala qilib, sekin chiqib ketish kerak. Ras senga yomonlik qilyaptimi, otingdan gapiryaptimi, g'iybat qilyaptimi, senga qanaqadir yomonlik adovati bormi, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Xullas, men aytmoqchi bo'lganim, hamma narsa vaqt soati bor. O'shaning uchun yaxshi odam bo'lib, bu hayotda yaxshi inson bo'lib, o'zingdan yaxshi nom qoldirib, mana shunaqa o'tganing yaxshi. Ertaga o'lganingdan keyin ham farzandlaringga yetib boradi bu narsalar. Otasi yaxshi odam, otasi unaqa edi, otasi bunaqa edi. Endi mayli ko'p odam bo'lib, yomon odam bo'lib, birdaniga yaxshilik qilishga tushib ketish, boshqa qilish, boshqa tema. Avvalo yaxshiga yaxshi bo'laylik, yog'i bir gap bo'ladi.